Mana bu ayini olamiz. Leonardo ayi. Bu App Store'da ham bor yoki bo'lmasa Play Marketda ham bor bu narsa. Ayi deb yozganimizda o'zi chiqadi mana. Va buni saqlanib qilib, ya'ni skachat qilib olamiz. Men olganman, o'shaning uchun mana sizlarga ko'rsataman. Endi bunda ro'yxatdan o'tish kerak. Ustiga bitta bosamiz. Mana chiqdi. Mana ro'yxatdan o'tish uchun mana bu yoqqa bosamiz. Sizda birinchi bo'lib ochganingizda ham ko'rsatishi mumkin yoki bo'lmasa mana shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Demak, bu yerda Google'ni bosamiz. Продолжить. Mana so'rayapti. Qaysi birini tanlaysan deyapti. Akkauntlaringizni chiqarib beradi. Birincisini tanlang qolay. Mana tanladik. Продолжить qilamiz yana. Mana, demak biz ro'yxatdan o'tdik va bu yerga o'zimiz uchun username nom qo'yib olishimiz kerak. Umuman qo'yilmagan yo'q nom bo'lishi kerak. O'zi aylanib mana. Demak, to'g'ri keldi. Mana to'g'ri kelsa yashil bo'lib ko'rsatadi. Keyin bu yerdan hammasini tanlab chiqamiz. Qanaqa rasmlar matahlamoqchi bo'lsak, mana bu yerdan professionalni tanlaymiz. Bu yerdan esa roziman Get Startni bosamiz. Mana ochdi. Ko'rdingizmi? Mana ochdi, tayyor. Demak, mana shu chetini bosib, biz endi buni nastroyka qilib olishimiz kerak. Demak, nastroykani ustiga bosamiz. Bu yerda so'rayapti, sen qanaqa rasm tayyorlamoqchisan? Ya'ni 16 ga 9 mi, 1 ga 1 mi? Bu bizani qanaqa rasm tayyorlamoqchi bo'lsak, bizani ixtiyorimiz. Masalan, men 16 ga 4 ni tanlaydigan bo'lsam, tanlayman va mana bu yerdan dinamikni tanlab qo'yishimiz kerak. Menda tanlangan ekan. Bu yerdan qanaqa yo'nalishda yaratmoqchi bo'lsangiz, o'shanga qarab tanlaysiz. Mana. Xohlagan bittasini tanlaysiz. Ko'ryapsizmi? Men tabiiyroq chiqishi uchun mana shuni tanladim. Demak, mana bu yerga biz aynan prompt yozishimiz kerak. Prompt yozishimiz uchun biz ChatGPTdan foydalanamiz. Chiqamiz. ChatGPTga kiramiz. Menga qizil galstugi bor. Bor oppoq momiq mushukcha tasvirlab ber. Xuddi multfilmdagidek. Multfilm deylik. Multfilmdagidek bo'lsin. Mushukchani rangi oq bo'lsin. Galstugi qizil bo'lsin. Nuqta qo'yamiz. Nuqta qo'ygandan keyin yozamiz. Shuni
ingliz tiliga tarjima qilib ber. Aniq tarjima qil. Yubordik. Chunki bizani qanchalik tarjima qilib tushuntirishiga bog'liq bo'ladi bu narsa. Endi qanchalik to'g'ri qildi, buni ko'ramiz. Kopirovat qilib olamiz, chiqib ayiga kiramiz va mana shu yerga promptni yuborib, ya'ni yozib yuborishni bosamiz. Mana bu chetdagi samolyotcha belgisini. Hozir tayyorlayapti. Mana ko'rdingizlarmi? Momiqqina mushukcha bizaga aynan tayyorlab berdi. Ko'rdingizmi? Mana biz xohlagandek chiroyli, momiq 4 ta rasm tayyorlab berdi. Biz buni skachat qilib olishimiz mumkin telefonimizga. Mana men tabiiyni tanlaganim uchun mana razрешит qilaman, ya'ni ruxsat berdim. Skachat qilib olyapman mana. Bunisini ham skachat qilib olaman. Xuddi shunday, ko'ryapsizmi? Chiroyli, tabiiy, menga haqiqiy qilib berdi. Siz xohlasangiz, masalan, mana bu yerdan boshqasini, multfilmga o'xshaganini tanlasangiz ham bo'ladi. Mana men haqiqiy kamerani tanlaganim uchun haqiqiy qilib berdi. Xohlasak mana bunisini tanlashimiz ham mumkin. Bu yerda bizani tanlov o'zimizni ixtiyorimizda bo'ladi. Hali buni funksiyalari ko'p, ularni ham tushuntirib o'taman. Bundan tashqari bizaga bu tanga beradi. Mana 157, 137 qoldi, 13 tanga oldi bu. Ya'ni har kunlik limit beradi. Bir kunda faqat 150 tanga foydalana olasiz bepulga. Sizdan xohlasangiz pullisini sotib olsangiz ham bo'ladi. Pullida ko'p foydalansangiz bo'ladi. Bu o'zingizni qiladigan ishingizga bog'liq, lekin hozir o'rganguncha o'zini beradigan limiti yetarli. Mana bosib xohlasangiz mana bu tugmani pullik mana versiyasi, mana bu hozir biz mana bunda turibmiz. Ya'ni bepul, bu yerda faqat 150 ta tanga beradi deyilgan. Har kunga 150 ta tanga beradi. Agar biz undan keyingisini sotib oladigan bo'lsak, mana oylik bizaga juda ko'p beradi. Mana o'zi pitichka qilib qo'ygan, nimalar berishi bizga. Mana undan ham ko'proq tarifi bor. Mana tariflari ko'p. Polniy tarifi ham bor. Kattaroq nimaga olsangiz ham bo'ladi summaga, lekin bunda video tayyorlash ham mumkin. Aynan o'sha rasmlar orqali videolar mana shunda tayyorlash mumkin. Lekin hozir o'rganish jarayonida bu kerak emas.